yotibdi. Ha. Ikki oyoq asta ketdi. Jentra ham oladi. Bilaman, Jentra. Kutib oldim akadek. Shahboz gapi. Shahboz Jentrasini olib qo'ydim. Ana keyin yurdik. Jentrada o'zizniki ham. Ha. Jentrasi. Hamsiya bo'ladi. Xo'p. Sheddan olishuvdi. Shahboz gendan geni bor ha buni. Polni kraska edi. Polni kraska o'sha yerga qo'yilgan. Shahboz necha pulga olinadi shu adashmasam? 20 ish. O'sha payt shunday olinadi. Olinganiga ham tak 5 oyoq bo'ldi. 5-6 oy bo'ldi. O'sha payt shunday ko'tarib turuvdi narxlar. Lekin o'sha payt arzon olingan, o'sha paytga. O'sha paytga arzon oldi. Endi iloji yo'q-da. Men hamma o'sha uchun aytaman, Shahboz. Men olgan paytim hamma o'ylashi mumkin, arzon oldim, Akmal akadan oldim-ku deb. Lekin sotaman deguncha 5 oy, 3 oy, 2 oydan keyin iloji yo'q, minusga ketaveradi. Chunki men hozir qarang, boyagi tog'alar, Samarqandlik akalar o'zim chaqirib olib gaplashdiki, bari uğraşdi. 2 million olgan narximdan arzon aytolmayman. Bo'lmasa hali 21 kun bo'libdi olingani. 3 million. Keyin 3 million arzonga olishdi. Mayli, olinglar dedi. Ichib ketdi. 39 olinganda 37 bo'ldi. Yana o'ting 36 bo'ldi. Endi shunday. Iloji yo'q. Shahboz hozir buni motorlari qanday? Yog' yemaydi. Motorlari zakon turibdi, benzingacha benzin qo'ygan. Faqat 4-chi makani yangi metan qo'ygan. Ha. Metan o'sha benzingacha edi. Davlat xizmatlaridan o'tkazdik. Davlat xizmatidan o'tmagan. O'tkazib qo'yish kerak. Yangi qo'ydim o'zi. Bir oy bo'ldi. Yangi qo'ygan metanlar 4-chi makani 3 kundan beri. Xo'p, necha pul deymiz endi, Shahboz? Bilmasam endi o'zi. Mayli. Bir yuring. To'g'ri kelsa olaman, maydalashmayman, Shahboz. Xarakteringizni bilaman. Chunki avval ham sizdan mashinani savdo qilib olganman. Mayda-chuyda so'ramayman. Bo'ladigan qilib so'rayman. Bo'lsa baravar tekis 20 millionga bo'lsa bering, olib qolaman. 20 million Asli qilmaydi. metanni o'zini to'ramiz. Bilaman. Menga o'zi 30 dan anovlar bilan davinasidan 30 tushganda. Tushuntiribman. Hozir sizga bitta guring aytib berdim. Mana shu odam mahallangizda ishonasiz-a? 29 millionga savdo qilib olingan mashinani misol 26 millionga berib yuboryapman o'zim. 39 yo'l. Ha. 1 million qo'yib sotishim kerak asli. To'g'rimi? 20 ga yot tusha mashina. Bugun 21 kun bo'lgan ekan. 20 kundan o'tganini minusga beraman. Men o'zim. Chunki narx tushib kelishini evazi. Endi shunday-da. Hozir buni misol 5 oy 6 oy oldin arzon olingan o'sha paytda. Eng arzon olingan mashinalardan bo'lgan. Lekin hozir ko'tarmaydi u pulga. Aylantirib tayyor g'ish qo'ysa ham qiyin. Hozir 20 million so'rayapman-ku, u ham maydalashmay so'raydi deyilgani. 16, 17, 18